Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kuzatuvchilar. 3 haftadan beri raisni qabuli bo'lmayapti. Sudni raisini, Andijon viloyati sudi raisini qabuli bo'lmayapti. Birinchi hafta borganimizda, 2 hafta oldin borganimizda yig'ilish bo'lib qoldi deb turib qaytardi. Yo yig'ilish bo'yicha qanaqadir ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda yig'ilish bo'lyapti, bugun kelmanglar degan yo'q. Ulg'unor, Andijon viloyatining hamma joydan, tumanlardan keldi. Odamlar просто sarson bo'lib ketdi. Endi o'tgan hafta endi bayram bo'lib qoldi. Mana endi bugun boryapmiz, viloyat sudiga boryapmiz. Viloyat sudiga borsak, nima deyapti? Xalq qabulxonasiga boringlar deyapti. Xalq qabulxonasi mana turibmiz. Xalq qabulxonasida birontasidan xabari yo'q. Endi bitta menda shunaqa bo'ldimikin desam, to'g'risida qanaqa bo'lyapti? Menda ham o'g'lim, ishonsangiz, mana shu assalomu alaykum tomoshabinlar. Yaxshi quloq solib turinglar, yordam beringlar, mana qonun qoidani biladiganlar. Biz SSRda odammiz. 53-yilda tug'ilganman, 73 ga kirdik. Lekin hayron qolyapman bu O'zbekistonda bo'layotgan ishlariga. To'g'ri, endi hozir notinch davlatimiz, lekin bular o'zining vazifasini bajarish kerak, oylik olyapti-yu. Ishonsanglar, mana shu o'tgan hafta keluvdim viloyat sudining rahbarini desam kirgizishmadi. Qorovulbonlar aytdiki, tog'a dedi, juma kuni keling dedi. Ishida qabul qiladi dedi. Mana endi qaytarabasi bo'lib qoldi-ku. Nima bo'lib qoldi? Kelsam, endi mana hozir bu keldim. 8 da birinchi o'li endi o'chirish bor-ku, o'chirib olay deb. 3 ta qorovul bola bor ekan, 8 da ashada bo'ldim desam, ko'rsatdim arizalarni bo'lgan voqealarni. Ular ham endi bu qisqasi meni ishim juda ko'p gapirish kerak. Juda ko'p voqea. Bu 7 yildan beri sarson. Hozir siz u yoqqa borganingizda ham yoqqa jo'natishdi xalq qabulxonasiga. Ishonsangiz meni nimaga jo'natyapti? Oxiri Toshkentga boring tog'a deydi. Yo'q, hozirgi holatni ayting. Hozirgi holat. Hozir viloyat sudiga bordingiz. Ha, viloyat sudida o'tirdim. Mana 9 dan, mana 9 dan o'tib ketdimi soat? 9 dan o'tib ketdi soat. Keyin biza 4 ta 5 ta bo'ldi ekanligi nimalar. Ko'payib o'chira olinglar desam, o'chira olmay, endi hozir biznikilar o'chirdi ham unutib yubordi. Qabulxona navbat olish kerak-ku. Navbat olmadi. Men birinchi marta hammasi. Sudda ahvoli shu. O'chirdi ham bilmaydi. O'chirdi ham bilmaydi. Ba'zan ham hamma bardak. Bular qachon uyg'onadi, bular uxlayapti bular. Endi sudda lekin prezidentning qarorida sud chiqadigan endi sud prezidentimizga rahmat. Qabulni tashkillashtirib olmagan sudyadan qanday adolat kutish mumkin? Lekin prezidentimiz bechora harakat qilyapti. Men Islom Karimov ham o'tib ketdi. Mana bu prezident ham harakat qilgan, bu bechora ham rahmat prezidentimizga, Mirziyoyev ukamiz. Kuch-quvvat bersin. Ammo lekin O'zbekistonda endi men o'zimni nima qilaman-da? Mayli. Ana jurnalistlarga ham sizlarga ham rahmat. Qamab o'ryapsizlar. Yo jurnalistlik chiqasizlar. Yo'q, men jurnalist emasman. Men ham sizga o'xshagan oddiy fuqaroman. Jurnalist mana endi blogerlar bor-da. Faqat o'zimni qilayotgan ishlarimni ijtimoiy tarmoqqa yozib turaman. Hozir demak, men hozir keldim. Hop piyoda keldim. Ishonsangiz pulim ham yo'q, avtobusga ham yo'l kiram qolgan. Pensiyam 50% tushib qolyapti. Meni jinoyatni ham jinoyatda meni mashinamni yo'q, hozir tog'a bitta narsani chalg'imaylik, rakusdan chalg'imaylik. U yoqqa bordingiz, xalq qabulxonasiga jo'natish sizni. Rais shu yerda qabul qilyapti. Endi hozir kelyapmiz, xalq qabulxonasiga kiryapmiz. Xalq qabulxonasida nima deyapti? Bizning xabarimiz yo'q deyapti. Yo'q, ana. To'g'rimi? Xuddi shu ahvol. Bu yerda bolalar bilan telefonlashyapti. Manaqa desa, u aytayapti-ku, aytib qo'ymaysan bizga deyapti. Bu yerda qabul bo'ladigan deb. Xuddi shu. Hurmatli faollar, hurmatli mas'ullar, ahvolini ko'rib turibsizlar. Viloyat sudini. Viloyat sudining ahvolini ko'rib turibsizlar. Bitta qabulda tashkillashtira olmayapti. O'ylayapsizlar, bitta qabul oddiy. Eng qizig'i katta qilib yozib qo'ygan, juma kuni qabul qiladi deb turib. Hammaga, hamma ahmoq olib fuqarolar boryapti. 3 haftadan beri qabul qilmayapti. Hozir yana boradigan bo'lsa, endi xalq qabulxonasiga boringlar deb. Viloyat xalq qabulxonasining o'zini xabari yo'q birontasi. Iltimos mas'ullar, shuning uchun yordam beringlar. Harakat qilinglar. Unaqa emas endi. Sal uyg'oninglar. Oddiy sudda ahvoli shunaqa bo'lsa, bitta qabul tashkilot olmadi desam, buning adolat, qonuniylik prinsiplar qayerga olib ketyapti? Insonni huquqi paymon bo'lish kerak emas-da. Voqealarni kuzatamiz, kutamiz necha yilda qabul qilishini, qayta qabul qilishini. Men 5 yildan beri sarsonman. Iltimos yordam beringlar. Rahmat katta. Rahmat hammanglarga.